Assalomu alaykum, Avtobozor kanalining qadrli obunachilari hamda YouTube kuzatuvchilari. Bugun mana 2025-yil 20-iyun sanasi biz Andijon moshina bozoridan xudo xolasa sizlar uchun jonli efirimizni boshladik. Xudo xolasa Andijon moshina bozoridan bu yerda bir nechta yangilik Lada Vesta, Lada X-Ray, avtomatdan, mexanikasidan, Tracker savdosi bo'ladi bu yerda. Malibu Captiva, o'y tarafimizda Matizlar, Sparklar bor, shularni ko'rsatib, narx-navolar bilan tanishtirib o'tamiz. Video avvaldan bittadan like, podpiska bosib bizni kuzatishda davom etinglar, inshaalloh biz xizmatdamiz. Xo'p, bu yerda bitta Lada Vesta SV Cross va X-Ray Cross bor ekan, shuni yangilik ko'rib chiqamiz. Araba yil nechi buni? 2020 aka. 2020 60 ming yurgan. X-Ray Cross 60 ming probegda. Salonlarni o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Buni kraskasi qanaqa? Kraska nari kirloda yamida bor, ichiga o'tmaydi. Bitta kriloni yarmida. Gazi bormi? Gazi propan. Bu 8 mexanika bu. Kamchilik yo'q mashinada? Haydashga tayyor. Necha pul so'rayapsiz mashinaga? 9,5 ming. 9,5 kami bor. 2020 60 ming yurgan. Bitta kriloni yarmida kraska. Gazi propan. 9,5 kami bor. Hop, telefon raqam bering bog'lanish. 90 700 50 00 raqamlarga telefon qilib egalaridan to'liq batafsil ma'lumotini olishlari mumkin bo'ladi. Agar men SV Cross minaman desalar, bu yerda SV Cross bor ekan, cho'qqi rangida. Buni ham deb ko'ramiz. Assalomu alaykum. Odas, solgizasiz. Yaxshimisiz, charchamayapsizlar? Yili nechi buni? 2021-yilgi Lada Vesta SV Cross. Qanaqasi bu? Mexanikasimi? Demek 110 ming probegda 2021-yil ishlab chiqarilgan, cho'qqi rangda, 1.6 mexanika. Xo'p, gazlari bor ekan, ha? Kraskalari qanaqa buni? Kraska tozami? Kraska toza, 110 ming. Xo'p, necha pul so'rayapsiz mana shunga? 9800 kami bor. Telefon raqami 700 50 generalni so'rasa generalni chiqazib berilaveradi. Lada Vesta SV Crossda o'sha avtomati bor ekan, ko'pchilik avtomat bilan chiqaring deydi. Mashina 22-yil ishlab chiqarilgan, endi bozorga unaqa maxsus tayyorlanmagan. O'ziga yarasha shilingan, ancha-muncha qirilgan joylari bor, lekin bozorga tayyorlamasdan minib turgan joydan olib chiqishibdi egalaridan ekan mashina. Hop. Video boshdan bu mashina bilan tanishib metan gazda mashina. Metan gazi bor ekan. Hop, balonlar o'sha Tracker balon, Trackerda Perigon baloni. Hop. Aka kraskasi toza buni? Top toza aka. Hop, probegini 100 qancha dedingiz? 100 ming aka. 100 ming yurgan. Hop, narxini necha pul deysiz aka buni? Narxini aka yaqinlashtirib 11 ming deymiz aka. 11 ming. Telefon raqami bering. 77 lik aka. 77 lik 208 208 2000. 20 Yana bittasini yozib qo'yarsiz. 94 lik aka. 297 0171. Savdoyingiz bersin. Hop. Eshitdilarsiz, kraskasi toza, 100 ming yurgan, 2022. Endi ancha-muncha mana shilingan, qirilgan joylari bor. O'sha yurib turgan joydan olib chiqishibdi. Xullas, bu pardoz qilish kerak. $200 mashinaga sarflasa chiroyli holatda yetib qoladi. Katta. Bank kerak ekan. Sotildi, bu yoqda katta. 1000 dollar puli bor, variantga. Pul topamiz. Hop. Hyundai Starix. Mashinalar bo'lsa olamiz ekan. Har oyda 500 dollardan beradi. 2020-yil ishlab chiqarilgan 500 ming probeli, qoyili 5 yilda 500 ming, yili 100 mingdan yuribdi-da, boshlig'i bu. Ha. Bu damalganami bu mashina? Ha, Rossiyaga chiqqan. 1000 dollar pulimiz bor, variantga mashina kerak. Hamma yo'g'i soz texnika. Usmen bo'lib haydaga almashib. Yo, unchalik emas. Motor hadovoy ko'ribga yaxshimi? Motorni qildirib 1000 dollar puli bor ekan. Kamchilik yo'qmi? Yo'q, Qanaqa motorligi? Qanaqa motorligi? Motor Variantga har oyda 500 dollardan beraveradi. Propan zavodskoy propanda. Siz metan-petan qo'shmagansiz. O'zi propanda haydayapsiz. zavodskoy bilan. Nimasi motori-chi? Motori 480 mingda qiling. 480 mingda o'zi qilingan, hozir xarajati yo'q. Yo'q, hadovoy ham qiling. Hadovoy ham qiling. Yo'q, necha litrli motorda demoqchiman. 2.4 atmosferli motor. Xo'p, aka buni kraskalarini aytamizmi? Kraskasi toza. Toza. Xo'p. Bu nechtalik? 9 talik, 11 talik? Uylarimiz bor.
Soy tomonda. D bilan minar ekan unda. Soy tomonda. Avtomat korobkasi, salonlarni ko'rib baho berasizlar. Xo'p. mana. Zudlik bilan sotilaman. Lekin 500 ming yurgan mashina urinib ketmagan, baribir endi koreyskiy mashinalar, Xitoy mashinalariga o'xshab birpasda urinib ketmaydi. 500 ming yurgan mashinaning holatini ko'rasa, unaqa hali abgor holatda emas, chiroyli, yaxshi holatda. Jonda bo'lsak sotilaylik. Uyimiz bor. B bilan minaveradimi? Voy, B bilan haydaveradi deyapti egalari. Tushunganlar bo'lsa, qilaverasizlar. Bu zapaskasini o'rnida o'sha 60 bittalikdan yo bo'ladi, bokini o'rnida o'zi anaqa bo'ladi. Biz oddiygina 80 talik, biz 60 talikga qo'shilgan Ikkita zapas. qo'shtirganmiz shuni. Qiziqsa kelinglar. Aka, narxi necha bo'ldi endi bu mashinani? 25 Tepki bor. 25 ming. Ko'plar bor, damaslar bor. Arzon O'zi narxni ola yo menga qimmat tuyulyaptimi? shunaqa. O'zi shunaqa. Bozorda necha pul beryapti aka? Bozor 20 ming so'm. 20 minggacha so'radi. Telefon raqamini bering. 95 95 ming 133 20 2080. Qiziqarlar telefon qilaveradi. 20 ming dollar kraskasi toza, 2020-yil ishlab chiqarilgan. Hyundai Starex zavodskiy propanda. Xo'p, 500 ming probeyda. Mashina Rossiyaga qatnagan, aytib deb sotiladi. Hozirda xarajati yo'q, menga tayyor deyapti egalari. Nima deb o'ylaysiz? Arzonmi, qimmatmi? Fikrlarni kommentariyga yozib qo'ying. Xo'p, ayting nomeringizni. 90lik. 90lik 382 382 84 87. 84 87 ga Hyundai Starex uchun telefon qilaverasiz. Aka, savdoyingizni bersin. BYD'miz bor. BYD'ni o'tgan safar ko'rsatdik. Yo'q, boshqa bu. Boshqami? Bu boshqa sotib yubordim mashinalar. Necha pulga ketdi shu o'tgan safar? Aka 22 mingga sotdim. Bu toklik edi, gibrid. Gibrid. Uchi 100% tok. Bu 100% toklik. Yili probegi qanaqa buni? Hop. 2022 bu. 22 505 kilometrligi 33 ming yurgan. 33 ming. Probegi 33 ming. Bitta zaryadda 505 yuradi. Shunaqa. Deylar zavodda. Endi Kitobida real bizda aka 450 kilometrda o'chmadi. Men o'zim konsertlarni yoqib yurdim. 9% zaryadga qoldi, o'chmadi-da. necha pul so'rayapsiz bunga? 21 ming. 21 ming. Telefon qilsa kelishtirib berasiz. Ha, o'tib beramiz. Chunki yangisi Yangisi hozir 25 ming turibdi. yo'q, 25 ming emas 27 yangisi. 27 ming. 27 ming. Qanaqa bo'ladi? Gibrid bo'ladi? Yo'q, to'rt o'zi. Gibridi 32 ming. Gibridi 32 ming. Yo'q, aka va Captiva'ning iloji bor. Yarim puli bo'lsa bank beraveramiz. 10 ming atrofida deyapti. Lekin naqdda bo'lsa 10 mingga bera oladi mana Captiva'ni. 3 To'r qilingan. ustol qilingan, o'ta ham go'zal ham yo'q. Nomeringizni qaytarib qo'ying. 91lik 600 26 22. Savdoyingizni bersin, biz yangi salonlarni ko'rib qo'yamiz. Captiva'ni 10 mingga beraveramiz, 13. Narx pul bo'lsa 10 mingga beraveramiz. Gazlari bor. Kichkina petnosi bor, xolos. Pash toza. Qaytarib oling narxini deb. Salon holatlari. Panorama lyuk. Endi 30 ming yurgan mashina urinib ketmaydi. Hammaga chiroyli Go'zal holatda. ham yo'q. Buni Hamma narsasi bor. Abdul, Abagret, sidinalari, sidi, sovuyda baloni zo'r. 360 kameralar. 360 kamera oldini qarang. Eng qizig'i, birovning plyonka qilingan. Tayyor. 2 kilo kapotlari bilan birovning plyonka qilingan. Bo'ldi. Polni brolik bilan qilingan. BYD Sony. Kichkina mashinada petnosi bor. Mashina. Petno. Buni bozor necha pul so'rayapti bugun? Hali so'rashmadi, barterga so'rash. Captiva beraman deb, Malibu beraman deb barterga so'rash. Nomeringizni qaytarib qo'ying. 91lik 600 26 22. Bugatti ham aytadimi? Bugatti. Andijonda aka Bugatti yo'q. Toshkentda ham yo'q. Hozir Toshkentda ham aka qiyin masala. Biz yuqorida yangi deb aka mana o'shani ko'rsatamiz. Sigovni ko'rsatamiz. 28 ming. Narxi necha pul buni? Hozir aka necha pul? Narxi 13,5 kami bor. Assalomu alaykum. Savdo necha pul ko'rdi hozir aka? Savdo to'g'risi 12600 ga dollar berishdi. 12600 so'rab turibdi. Kelisha olmay Berib turibdi. yuboradi. Xo'p, shu balon qo'yib qo'ygansiz xolosmi, boshqa hamma yo'q radnoymi? Hamma yo'g'i bor. Ayni tonirovkalar 9000 ruxsat olganlari bor. 405 kilometr tiniq yuradi. 380 konditsioner bilan o'chirmay yursa konditsionerda 380 yurib beradi.
Hop, 28 ming yurgan, full pozitsiyasi 13800 yozib qo'yibsiz o'zi. Hozir aka? 3,5 mingga beraman. Namanganni bozoriga olib Namangan shu narsa beradi. Hop, salonlarni ko'rib baho berasizlar. O'sha 405 yuradi. Zaryadi bilan. Kraskalar toza deyilyapti. Salon holatlarini ko'rib. 24 yutkazdi aka. Nima farqi bor 23 lar bilan? Sal bilmayman, pulida farq qiladi. Pulida. Farqi nimada? Narxida. Yo'q, yilida farqida. Bu 23, bu 20. nazoratga qo'shib qo'ygan. 23 ta yo'q. Yo'q, yozuv yomonga Xitoy yozuv, plastmassasida shu yerda. Nomeringizni qaytarib qo'ying aka. 94 795 66 55. 66 55. Archa balonlarni ko'rsatdingizmi? Xudo xolasa bo'ldi hozir. 200 talik. Ko'rsatib qo'yamiz mana. Screenshot olib kunduzda aloqaga chiqarasizlar. Hozir BW Tahoe so'rayotgan akalar efirimizdan ketib qolmagan bo'lsalar, Tahoe'da o'rniga bitta Prado bor ekan. Land Cruiser deydimi? 200 talik Dursotga. 200 talik. Qaranglar, uni boshidan qanaqa? Nima deysizlar? Tahoe'da o'rniga bosib olsa, qanaqa vib anaqa? Yaxshimi yo? Buni restyling oldi. 200 talik Dursotga to'g'ri styling deydi, shunaqa qilinganda. O'zi yili ham yangi buni, 15. Yili 15. Xo'p, buni probeg qanaqa bo'ldi aka? 63 ming. 60 yiliga nisbatan vasha kammi? Rasxod ko'pligi uchun egasi ehtiyot qilib minmagan ekan. Nechta motorligi? 408 da. 408 anaqa benzinli. Ana 207liklari dizelli bo'ladimi? Bu benzinli. Xo'p, kraskalari-chi buni? Kraska toza. Hisobiga 2 ta krilo almashgan. 2 ta krilo o'sha restoran hisobiga almashgan. Tonirovkalar bor. Endi bunaqa mashinaga tonirovka tortmasangiz ham to'g'risi ermak qilishadi odamlar. Eng chiroyligi buni salonlash monitorlari bo'ladi. Monitorlarga e'tibor berasiz. 15-yilgi vipskasida mana shunaqangi Soatlarni qarang, ishlab turishmoqda. Endi buni funksiyalariga to'xtalib o'tirmaymiz. Bunaqa mashina olaman degan odamlar o'zi har bitta funksiyasini biladi. Buni o'sha balonlari, ko'rala balon, tortishi, qo'shib ajratishda hammasi. E'tibor bersanglar, davodchiylari ham bor. Eshigi mana sal yopilmay qoldi, o'zi tortib olyapti davodchiyda. Pilsoskalari. Orqalar. Voy, orqalari ham e'tibor beringlar buni. Qanaqa? Yo'q, kamchilik yo'q. Minishga tayyor. 9 ta odam bemalol sug'oradi. 9 ta odam. Bog'larga dam olishi, mana oshna qo'ynalar bilan qarindosh urug' yoki farzandlar, nabiralar ortib bemalol yuraveradigan mashina ekan. Aka buni orqasidan yo'q bitta ko'raylik. Mana shu oxiridagi chiroyini, orqasidagi chiroyini boricha ko'raylik. Mana shu yopiq. Yopiq holatda elektron ishlaydi. Ha, elektron mol yopaylik keyin yopiladi. Narxini nechmi so'raysiz buni? 45 mingga beramiz. 45 ming. Haqiqatdan narxi ham o'sha Tahoe'da narxi ekan. Hozir Tahoe so'rayotgan bordi. O'rniga nima deydi? Akalar Tahoe'da o'rniga bosib olsa bo'ladimi bo'lmaydimi o'sha yaponskiy Toyota Land Cruiser 200 taligi. Xo'p, sir bo'lmasa savdo ko'rdimi? Bozor necha pul beryapti? 38 ming berdi. 38 ko'rdi. Naqshgan. Toshkentda. Endi Qoraqalpoqdan telefon qilishyapti, ular olib bering deyapti. Endi bizga shuncha uzoqroq. Kelib ko'rib olib ketgan yaxshi qiladi. Dachani puli benzinga ketib qoladi bundan yursa. Endi akalar, dachaga endi bitta o'zi bormaysiz-ku. Bir 5-10 ta oshna qo'yinda borasizlar, tashlaysizlarda bir 100 danmi, 50 danmi. Aka telefon raqam bering bu mashina uchun. 94 94 795 795 66 55. 55. Faqat naqdgami yoki trading xizmati bormi? Hammaqa 30 ming pul bersa qolganini kelishaveramiz. Variant. 30 ming bersa qolgani variant yoki da bo'lmasa manaqa Captiva, Malibu elektromobillari bo'lsa, Bo'y mashinalik, yili yangi Devo'mi, elektromobilmi barter qilaveramiz. Hoji aka pikap sizlardanmi? Ko'rsa maylimi? Bu Xitoymi yo ana nimami? Xitoy? Haval.
Brendi boshqacha bo'lardi. Havalni. Yili necha buni? 24 8 ming yurgan. Mana shu qaysi brend? Bilganlar tanigan bozorlar. Hali Amerika ucuz kinolarda mana shunaqa bo'ladi. Ko'ptalik pikaplar, hali odamlarni so'yib, ortib, olib kelib, o'shaqa biz yoshligimizda o'shaqa ucuz kinolar ko'rganimizda shunaqa mashinalar ko'p bo'ladi. Xo'p, salon holatlari. Katta mashinada kichkina monitorchasi bor ekan, telefondan sal kattaroq. Eng qizig'i mexanikasi ekan bu, kojinli salon, multimediali rul. O'ziga borsa, Konasi. tirsa qoladi. Labod yukini olaveradi mashina. Narxini bilamiz biz hozir mashinani. Hoji aka, puli necha pul ekan buni? Puli necha pul ekan? 21 mingga berib qo'yamiz. 21 mingga beriladi. Bu qanaqa motor bo'ladi? Bu Yaponskiy Mitsubishi 2.5 atmosferli 80 benzinli yuradigan olan. Aha, 8 litr rasm qiladi. 8 litr rasm. 80. Motor bu ham salondagilar ham 24, 25 yo'q buni. Aha. 28 ming 250-400 dollar sotilyapti nashr. Aha. 8 ming kilometr yurgan. Aha. 21 mingga beraveramiz. 7 ming 400 arzon salonda narxi. Telefon raqamimizni qaysini beramiz? 99 ming 326 74 99. Savdosi bersa. Ma'lumotlarini qisqacha aytib o'tdik. Agar qiziqqanlar bo'lsa, fotolarni ko'rib, mashinaga qiziqadi. Uni bahaybat juda ham katta. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Burada Arizo bor ekan. Arizo. Assalomu alaykum. Aka, Arizo sizlardanmi? Xo'sh, yaxshimi? Bu lyukli pozitsiyasi ekan. Aka, Arizo sizlardanmi? Ko'rsam mayli, xo'sh, yaxshimi? 23 mi 24 mi bu? 23 qaysi pozitsiyasi? Full. Probegi kraskasi qanaqa bu? Kraskasi toza, probegi 5 ming. Necha pul so'rayapsiz aka? 15 ming, 15 ming ozgina kami bor. 15,5 kelishiladigan joyi bor. Ha, kelishdi. Gaz pas qo'yilganmi yo'q? Qo'yilmagan. O'zini radnoy holatida. Telefon nomer bering. 93 kodi bilan 783 77 telefon qilib to'liq ma'lumot olsangiz bo'ladi. Arizo 6 Pro o'sha full pozitsiya, buni 3 ta pozitsiyasi bor, bilasizmi? Yuqorida lyuklari bor. Bu 1.5 turbina bo'ladi. Birinchi pozitsiyasi 1.5 atmosferli bo'ladi. Puliga ham o'xshamayapti. Agar puliga o'xshayotgan bo'lsa, aytinglar do'stlar. Pulida orqalari ham menimcha sasarmidi yo qizit ekan, bu ham orqa sidinlar qizit ekan. Agar 100% tokda harakatlanib 15,5 100% tok yuradigan minimalistlar bu yerda mana Honji qaysi modelni? EQ5 mi? EQ5. Bu 100% tokda harakatlanadi. 400 km yuradi bitta. 450 yuradi. Hozir biz O'zbekiston sharoitida shu kunlarda real 430 bilan zapravkaga kiryapti. bu luksus pozitsiyasi ekan. Bular hammasi lyuks. Lyuk bo'lmaydimi bu? Bular hammasi lyuks. Buni kraskalar tozami? Toza 24 7 ming yurgan. Hozir ishlarini ko'rsating, qancha keng zo'r mashina. Buni 17,5 mingdan o'tib beramiz. Qancha? 17,5 mingdan o'tib beramiz. 17,5 Nomeringizni qaytarib qo'ying. 93 93lik 783 783 77 77. Salondan yangi ko'rib qo'yamiz. 24-yilgisi bu. Tonirovkalari bilan ekan mashina.
narxlar, nomerlarni aytdik. Mashina kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqasizlar, videolarga bilan like bosasizlar. Inshaalloh biz xizmatda. Cherry 8 Pro so'raganlarga bu yerda Cherry'lar bor ekan. Shuni yengil ko'rib chiqamiz. Bitta Haval bor ekan. Haval M6 adashmasam. Aka Haval sizlardanmi? Ko'rsam maylimi? Assalomu alaykum. 24 mi bu necha yil? Salonlar ko'ramiz. Assalomu alaykum. Bozor. Aka, olingizmi? Qachon 22 gana qancha urgan bu? 88 yurdi, toza, hash oltini fulli. Birinchi sotib olganlardan ekan O'zbekistonga kirib kelgan mashina. Ha, bu birinchi 20-yillarda kelgan oddiy skorsli bo'lgan. 22 dan obnovleniy bo'lib shaybali. Restoran. Bu kraskalari tozami? Toza kraskasi. Narxini necha pul so'rayapti? 20 mingdan beramiz. Parod, rizgavilari bor, toza. Generalni beraverasizmi? Hedab displey, ha, xohlagan hujjat bo'ladi. Bank, nasiya savdo, karta. Bu 2 litrli turbina dvigatelda bo'ladi. Menimcha bu 1.6 2 litr. Bilganlar agar adashgan bo'lsa kommentariyada to'g'rilab qo'yasizlar. Aka, sir bo'lmasa necha pul savdo ko'rdi mana shu mashina? 18.600 18.600 naqdga bermaydi. Naqd berishdi. Endi o'shani tepasida 1-2 so'm bilan bitta qo'shsa, telefon raqam bering. 90lik 527 55 ga telefon qilib egalaridan to'liq ma'lumot olsangiz bo'ladi. Nimami? Honji 23 chesta. 23. O'tgan safar biz 23 ni ko'rsatgandik, Umid aka. 22 midi u? Gazi bor edi. Demak, 2023 74 yurgan kraska toza Honji HS5. Bu 5 o'rinli bo'ladi, parod patnoshkalari bor. Balonlarga e'tibor bersanglar, yaxshi holatda. Salonlari. Hop, elektron boshqaruv o'rinda yo'llarga e'tibor berasizlar. Funksiyasi endi barcha zamonaviy funksiyalar bilan jihozlangan. Uni o'tgan safar Umid akalarga chiqarganda o'sha mashina sotilib ketdi. Agar unga ulgurmay qolganlarga buni bitta ko'raverasizlar. Agar narxlarga to'g'ri kelsa, telefon qilib egalari bilan savdolashib olsangiz bo'ladi. Hop, bu benzinda 23 benzinda 2 litrli turbina bo'ladi bu. 2 litrli turbina bo'ladi. Hop, necha pul so'rayapsiz narxini? Hop, 22 mingga beramiz. 22 mingga beriladi. Hop, nomeringizni qaytarib qo'yaylik. 90 527 55 55. Bersa. Hop, buni generalni so'rasa chiqaradimi? General chiqaradi. Olsa nasiya bo'lsa nomiga o'tkazib turib ham nasiya qilib beraveramiz. Qancha puli bor endi nasiya qilib berasiz? 10-12 ming borga kelishaveramiz. Hop, 10-12 ming puli bor. Ishonchli insonlar bo'lsa, mashhur ko'rsatib yarim pulini bersa kelishaveramiz. kelishilgan holatda berilaveradi. Arizodda ham, 205da ham, bu cherry 7 ming yurgan bu ham. 15.500 ga beramiz. 7 ming yurgan 25-yil yangi mashina. 7 ming puli borga kelishaveramiz, nomiga o'tkazib beramiz. Buni 12 ming bilan, buni 10 ming bilan kelishaveramiz. Mana hozir avtosalonlar o'zlari rosa reklama qilib yotibdi, to'xtamay haligi Arizo deb, ya'ni arzon modeli. Cherry'ning eng arzon modellaridan bu. Xo'p, 7 ming puli bilan chiqarib beraveramiz deyapti egalari. Nomerlarini aytib o'tdik. Qiziquvchilar bo'lsa agar bemalol telefon qilib, savdolashib, kelishib olsalaringiz bo'ladi mana bu ishlar. Onlayn ko'rinishi. Nomerlari mana shu bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Bemalol screenshot qilib, kunduzdan aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. Hozirgi savdolarni bersa, ko'rishamiz. Bu bozor gaplashamiz, Xudo xolasa. Xo'p, Uychon aka mana ichkarida kanchaga yaqin savdo qilishyapti, bilmadim o'tiribdi. 8 Pro so'raganlarga mana Cherry 8 Pro adashmasam 7 ta mestali bo'ladi, 3 qator o'rindiqli. Xo'p, Cherry Tiggo 8 Pro oldidan ko'rinishi. Qancha berasiz aka? Xo'p, buni yili necha? 23 8 Pro. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'lig'ingizmi? Qancha berasiz?
Charchamayapsiz? 8 Pro so'raganlar bordi kommentariyada. Ha, mana sotinglar, ana undan ham narigini bor, uni ham qo'ying. 31500 yuribdi bu. Tozami? Toza. Buni narxini nech pul deysiz endi? Narx aytyapti, 74 dan ko'ppa, sunnatga 74 beramiz. 23 mingdan navbat beriladi. Ha, 23 dan ozgina sunnatga yetib beramiz. Telefon raqam bering. 99 99 ming 008 008 54 12. sog'ligingizni bersin. Bu qorachi haligi T2 mida? Jetaur T2 ni puli. Buni hali o'tgan safar boshqachasini chiqarganmidi? U birinchi versiyasi, bu eng Bu fulli. sotiladimi? Bu sotildi. Ya qo'yli, bunda allambalo narsalari boridan ekanda, bu. Narvollari ham bor. Bu mashinani e'tibor beringlar, bu narvollariga. Bu baloni ham nimcha buni, traktorda baloni bu. Parok patnoshkalarni qaranglar. T2 bu o'sha. Qancha yurildi bu? 2000 yurgan. 2025 mi? 25. Nimaga bu odam olib turib 2000 yuro bilan sotib yuboryapti? Ha, bu negasi bilmayman. İşi bitdimi? Bo'ldimi endi 2000 euro. Buni narxini kelishtirib aytamiz, avtosalonga qaraganda bozorda arzonroq aytiladimi? Lekin avtosalonda yo'q, O'zbekistonda. Bunda yo'qmi? Bunisi yo'q ekan. Egasi spesial kelgan ekan o'zi. Xitoydan pod zakaz kelgan. Buni nech pul deysiz endi? Qarab, unchalik bo'lib ketmaydi. 28 mingga qo'yuvdik, malika ekan. U 4 ming yurganida. 19 ming yurgan, 28 mingga qo'yuvdik. Bu 40 ming. Unchalik farq ketmasa, bir yangiroq qilib aytaylik. Nima asosiy farqlar nima? Tashqi ko'rinishi va mana tomidagi bo'pti yo'q edi unda. Balonlari ham uniki boshqacha edi. Mana balonlari. Ustilari, motori. Motori ham boshqacha buni. Ko'rov baloni ham tortadi buni. 4x4. Ha, 4x4. Necha ob'yom motori? Motor 2 lik. 2 turi bor. Hali 3 ta balon qolib, bitta balonda o'zi ham bular oladigan, skebekani ustiga chiqadi-ku. Ha. Aslida X, VD degan. Telefon raqam bering. 91 485 485 51 55 ga telefon qilib to'liq ma'lumotni o'zingizlardan olaveradi. Nima deb o'ylaysiz? O'zi 40 ming kami bor ekan mana shu mashina. 2000 yurgan 25-yilgi Jetaur T2 ni umuman O'zbekistonda yo'q pozitsiyasi ekanmi? Qaranglar, umuman boshqacha-da bu. Xitoyliklar nima qilyapti, mana mashinani modellarini.